Etikapning lug'at ma'nosi bir yerda saqlamoq, turmoq va o'zini bir yerda tutmoq degan ma'nolarni ifodalaydi. Etikap fiqh islohida bir musulmonning 5 vaqt namoz o'qiladigan bir masjidda ibodat niyati bilan bir muddat turishini ifodalaydi. Etikapda o'tirish bir ibodat bo'lib, bu ibodat namoz va ro'za o'xshash butun ummatlarda bor. Alloh taolo bunday deydi: "Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid." Ya'ni masjidlarda etikapda o'tirgan chayg'inlarda ayollaringlar bilan bir yerda bo'lmanglar. Alloh taoloning bu so'zi Ramazon ro'zasi bilan munosabatli hukmlarni o'z ichiga olgan oyatning ichida zikr qilindi. Hadislarda payg'ambarimizning Ramazonning oxirgi 10 kechasida masjidda etikapda o'tirganligi rivoyat qilindi. Shunga etikap ibodatini Ramazon oyida qilish yaxshidir. Boshqa bir oyatda bu ibodatning ilgariki ummatlardami borligini o'tirib qo'yildi. Alloh taolo bunday dedi: "Va iz ja'alnal bayta masabatan lin-nasi va amna fattakhidhu min maqami Ibrohima musalla va ahidna ila Ibrohima va Ismoila an tahhira baytiya lit-taifina wal-aakifina ruk'a'is sujud." O'z vaqtida biz Ka'bani insonlarning savob qozonadigan va amallikda bo'ladigan yeri qilgan edik. Sizlar Ibrohimning turgan yerlarining bir qismini duo yeri qilinglar. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni tavob qiluvchilar, etikapda o'tirguvchilar, ruku qilguvchilar va sajda qilguvchilar uchun pokis tutinglar deb topilgan edik. Rivoyat qilindiki, Aisha radhiyallohu anha bunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'tiradi. Bu ahvol uning vafotiga qadar shunday davomlashdi. Rasulullohdan keyin ayollari etikapda o'tirishni davomlashtirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni etikapda o'tirmoqchi bo'lsa, namoz bomdodni o'qib, ondan etikapxonasiga kiradi. Aisha radhiyallohu anha aytdiki, etikapda o'tirayotgan kishining kasal yo'qolmasligi, janozaga qatnashmasligi, ayoliga yaqinlashmasligi, zarur ehtiyojdan boshqa bir ish uchun sirtqa chiqmasligi lozim. Ro'zasiz etikap bo'lmaydi. Etikap faqat cho'ng jamoatlar bo'ldi.